yo'lkiramizni to'lab bersin degan akalarimiz opalarimizga mana shu ish to'g'ri keladi. Yotoq joy, registratsiya, dokumentlaringizga yordam beradi, obed beradi ishxona tomonidan. Bir oyda 2 marta oylik beradi va har hafta avansi bor. Birikta tupoy odamlarga aytmoqchiman, sizlarga ishxonadan bilet olib berdimi, taksi pullaringizni to'lab berdimi, kelib nimaga ishlamaysizlar? Yana qanday sharoit yaratib berish kerak ishxona tomonidan? Bundan ziyod yana nima bo'lishi mumkin? Aytinglarchi, biletini olib bersa, dokumentini bersa va obed bersa, hamma pashtilab bo'y sharoitni yaratib beryapti. Yana nima qilib berish kerak ishxona tomonidan? Ishlamaydigan, dangasa, tupoy odamlar, iltimos videoni ham ko'rmanglar, padishga ham qilmanglar. Konkretni ishlaydigan odamlar mana sizlar uchun konkretni ish, bemalol like bosinglar, inshaalloh kelasida ishga joylashasizlar. Granitsa xizmati. Akalar, opalar, sizlarga komfortli mashinalar kerakmi? Granitsaga dokumentingiz tugaganmi? Borib kelmoqchimisizlar? Beproblema. Ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar. Erkin akaga Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik, Granitsaga chiqmoqchimiz desalaring, uylaringizdan kelib olib ketadi, Granitsaga olib borib chiqarib, olib kelib yana uyingizgacha tashab qo'yadi. Glavnisi komfortli mashinalar, staji bor akalarimiz ishlaydi bu mashinalarda. Son qilib yana Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz, Granitsaga bormoqchimiz desalaring, yanada arzonroq borib olib keladi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, videoni boshlashdan oldin bir-biridan like bosing, обязательно kommentariyaga o'tib, kommentariyni videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariyaga o'tib, kommentariy yozing va tanish bilishlaringizga, musofir do'stlaringizga jo'natib qo'ying shu videoni. Xonada yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi, dokumentlaringizga yordam beradi, obed ham beradi. Va bir oyda 2 marta oylik beradi. Akalar, opalar, bunday ishlar har kuni ham chiqavermaydi. Like bosamiz, kommentariyaga o'tib, kommentariyni yozamiz va musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz shu videoni. Komplektovchilar kerak, groshchilar kerak, upakovchilar kerak, skladka, объемga ham ish bor, kunlikka ham ish bor. Объемga ishlasangiz 5000-6000 rubl ishlasangiz bo'ladi smenasiga. Kunlikka ishlasangiz 3500 rubldan topsangiz bo'ladi. Akalar, opalar, 18 yoshdan to 55 yoshgacha bo'lgan akalarimizni, opalarimizni taklif qilamiz. Dokumentingiz bormi, yo'qmi? Absolyutni farqi yo'q. Bemalol kelib ishga joylashsalaring bo'ladi. Nima ish qilinadi deb so'raysizlarmi? Videosini qo'yaman, videosini ham ko'rishlaring mumkin. Skaner bilan ishlaydiganlar tovar keladi, грузчиклар yuk yuklaydi. Mana shunday ishlar, yana qanday ishlarni aytib chiqaray, aytinglar, kommentariyaga o'tib yozinglar. Kimga ish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar, joylarni dizayn etkinglar, kelib joylashinglar. Birikta tupoy odamlarga gapimni yetkazib qo'ymoqchiman. Sizlarga bilet olib beryaptimi ishxona, taksi pullaringizni to'lab beryaptimi, kelib qisib ishlash kerak. To что kelib turib ishxonada jinnilik qilib, unisi bilan o'xshib, bunisi bilan o'xshib. Birikta akamiz bor edi, keldi, taksi pulini to'lab berdi. 15000 rubl taksi pulini to'lab berdi. O'zbekistondan kelgan, pasportini tashlab qochib ketibdi. Ishga chiqqan yo'q, bitta ishxonaga olib bordi, bitta ishxonada urushib chiqib ketibdi, ikkinchi ishxonaga olib bordi, ikkinchi ishxonada ham urushib chiqib ketibdi. Bu odamni men tushunmayman. Xohlaysizlarmi o'sha odamning nom familiyasini qo'yishimni? Kommentariyaga o'tib yozinglar, kommentariyalarda o'qiyman. O'sha odamning nom familiyasini, suratini, qayerdanligini chiqaraman. Bu tupoy odamning qayerdanligini chiqaraman. Nima uchun bunday qilganini tushunmadim. Aloqaga ham chiqqan yo'q, pasportini ham tashlab ketib olibdi. Qayerga ketgan, nima uchun ketgan, вообще bilmaymiz. Ishga joylaganmiz, konkretni ishga joylaganmiz, shuncha odamlar ishlab yuribdi. Bu odam bo'lsa, kelib turib taksi pulini to'lab bergan 15000 rubl, pasportini berib qo'ygan, pasportini ham tashlab ketib olibdi. Tushunmayman bunday odamlarni. Nima uchun keldi? Вообще nima sababdan ishlagani keldimi, yo bo'lmasam vaqt o'tkazgani kelganmi? Iltimos, shunday odamlar bo'lsa, вообще kelmanglar. Вообще kelmanglar ham, telefon ham qilmanglar. Vaqtimizni ham olmanglar. Konkretni ishlaydigan odamlar ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, joylarni dizayn etkinglar, kelinglar joylashinglar. Bir oyda agarki yaxshi ishlasangiz 150 000 rublgacha ham topsangiz bo'ladi, 200 000 rublgacha ham topsangiz bo'ladi. Hammasi o'zingizning qo'lingizda, hammasi zavist o'zingizni qanday ishlashingizdan zavist qiladi. Kelasiz,
Normalniy ishlasangiz, normalniy pul topasiz. Harakatlaringizni qilinglar akalar, opalar. Dokumentingiz bormi, yo'qmi? Absolyutniy farqi yo'q. Yotoq joy hamma любой условиясini beradi. Marhamat, kelinglar ishga joylashinglar.